Assalomu alaykum. Aleyküm asselam. O'zlarini qisqacha tanishtirgan bo'lsa, İsmim İsmail. İsmail Abdülkerim. Qashqar Yansan nahiyesinden. Bo'limi. Antijulat mahallining ismi. Mahallenin ismi Heytkan Mahallesi deymiz. Tuqqanlardan ko'rishmagan qanchalik bo'ldi hozir? Tuqqanlar bilan ko'rishmagan men 2014dan beri ko'rishmadim. 4 yil oldu. 4 yil oldu. 4 yil oldu. Tuqqanlarningki ismlikini bergan bo'lsa. Dadam Abdülkerim Axon. Gül Eserxon. Anları. İnim Ababekir Axon, Muhammed Emin, Osmancan, Elican, Ömercan, Ali Mugol, Abduvayt Axon. Ularning hozir lagerdimi, turmidimi bilamla. Ya onu bilmiyorum. 2014'ten beri hiç qanday aloqa yo'q bizda. Ko'rishmaymiz. Ularningki balchaqlarning nelikini bilmaydi. Faqat aloqa yo'q. Ko'rishmaydik. Telefonmi yo'q. Ularning nima bo'lganligini xabar topolmadim. Ko'rishmadim ben. Endi ishida yashayapmiz. Ularning qanday bo'lganligidan davomli g'am qayg'u. İşimiz jarohat yani. Endi ularningki sizlar bir shikoyatlarni tuqqanlardan ko'rishmayotgan endishalarini xalqaro inson haqlari kichik huquq tashkiloti, kechirim tashkiloti degandek organlar bormi? Bədim. Bundan keyin men davomli bu shu tuqqanlarning albatta shikoyatchi bo'lamiz da. Tuqqanlardan ko'rishmagandik, onunki holatini xabar olamadik. Ig'ir kunda ekanligini his qilib turyapmiz. O'zimizni g'am qayg'usida yashayapmiz ben. Ve nurg'un urug' tuqqanlarimiz, qavm qarindoshlarimiz bor. Ulardan hech qanday xabarsiz yashayapmiz.